Assalomu alaykum hammaga. Mana aka Muzrabot tumanida Pagran qishlog'ida yana bitta natijnoyimizni ustanovka qildik. Bu xonadon Umid akaning xonadonlari. Beshkapaya ketish yo'lida Muzrabotda. Xonamizning razmerlari 680 ga eni 310 sm xona. 1400 ta katalogimizdan shu katalogda tanladilar uy egalari. Ko'rishlaringiz mumkin. Chotki ideal darajada chiqdi. Gullari ham chotki, tiniq shaklda. Siz istagan turdagi natijali patologlarni ustanovka qilib beramiz. Surxondaryo bo'ylab, qolaversa Muzrabot emas, hamma joyga boraveramiz. Natijali patolog, Euro remont xizmatlari, jalyuzi parda, lustra xizmatlari o'zimizdan optim narxlarda qilib beramiz. Kelishtirib optim narxlarda ustanovka qilib beramiz. Bemalol pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Usta Ilhomjon gruppasiga murojaat qilishlaringiz mumkin. Pastda nomerlarimizni yana qoldiramiz. Ideal darajada chiqdi.